farosat yo'g'rilgan ey aziz diyor, mehrdan tug'ilgan ey aziz diyor. Navqiron yoshingni qutlaymiz bu kun, saodat chamani abadiy bahor. Bu oydin kechalar jon O'zbekiston, bu yorqin ko'chalar jon O'zbekiston, bu oydin kechalar. Asosiy bugungi maqsad mana shu ustozlarimiz o'quv seminarida olib kelgan bilimlari, amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan topshiriqlarni Bu bog'u chamani jon O'zbekiston, bu go'zal vatani jon O'zbekiston. Matbuotdan chiqardilar. Sababi bugun trening harakatida tushuntirdimki, vatan taraf bo'lganini bilaman. Mana psixologman, vatan bilim olib kelib dedilar. Jon O'zbekiston. Sen zamon bag'rida yuksalgan orzu, dillarni munavvar aylagan yog'du. Farzandlar faxrisan ey aziz. Bu narsani oldik, jumladan yetuk inson bo'lish, bolalikda olgan travmalar, asoratlari, ularni qanday bartaraf etishlik va odam o'zini tan olish kerakligi haqida ko'plab. Sen nurli kelajak jon O'zbekiston, baxtlarga to'lajak jon O'zbekiston. Jamlashga hamda ozgina shu cheklanishga, mashg'ulotdan ozgina cheklangan holatda bolalarni ozgina harakat qilishga undaydi. Kelishdikmi? Diqqatli bo'lamiz. Ko'p turni havoga otishi bilan qarsak chalasiz, agar otmay qolganida qarsak chalasiz o'tiramiz. Boshladik. Bu azal chamani jon O'zbekiston, bu go'zal vatani jon O'zbekiston. Nurani qanday bilimga munosabat. O'sha kelar masalan muvozanat saqlab boradi. Bo'lganingiz muvozanat saqlab turadi-da. Agar muvozanat saqlanmaganda u oila faqat Ko'ksingda gulshan fasllar. Shunda, kendi muvozanat